Bugun sizlarga shuningdek o'z chiroyli ham yeyishlik bo'lgan qarash qiladimning yegisini keltirgan chiroyli bolkining tayyorlash qilinib keldim do'stlar. Buni qanaq tayyorladimki, bir qachiga 300 gram un elib olgan ekan, ustiga 3 gram xamir turush, 5 gram shakar, 180 gram ilman suv yoki ilman sutni quyib, shunda xamir yo'g'irib olamiz. Etin bo'shroq qilib, bolkining xamirini bek ko'ptiramayman deganlar qolsanglar, shunda cho'kida push bulab, anoniki jo'g'asanglar, xamirning chiqim bo'shlig'ini bek yaxshi tanishigil bo'ldi. Anoniki bolkining xamiriga bek ishlaymiz do'stlar. Xamirni yo'g'irib olgan ekan 15 minut tindirish qo'yib, yana bir xil xamir tayyorlaymiz. Uningga 50 gram oq un, 100 gram qo'noq unning ustiga 80 gram mayni tushdi qo'yib olamiz. Mayni bek qiziq holat qo'yib o'tmoqchi do'stlar. Uning ustiga 20 gram shakar qo'yib o'tamiz. Shunda xamirlik ekib olgandan keyin, shunda 4 bo'lak bo'lib yumloq holat ekib oldim. Men xamirni cho'ng kichikligini o'xshash qilib, shunda 4 bo'lak bo'lib olgandan keyin buni zo'l qilib, yumloqlab olamiz. Yumloqlab olgan xamirni bo'loq mantni xamirni ochgandek echib, bayatdan tayyorlab olgan, qo'noq un bilan tayyorlab olgan xamirni ichiga silib, mant tutgandek tugib olgandan keyin, hamda bu xamirimizni shunda echib olamiz. 4 saat uzuncharoq holat ekib olgandan keyin, bu xamirni shunda turib olamiz. Mana shunda do'miltib turib olgandan keyin ustun bir qator besvatgandan keyin o'ttirdan ikkiga bo'lib olamiz. Buni bo'lib olgan xamirlarimizni shunda shakl chiqarib, xuddi bir 8 degan xatga o'xshashlam shakl chiqdi. Musholatda shakl chiqarib tugib olsak bo'ldi. Xamirlarimizning hammasini musholat ekib olgandan keyin lislarimizga chiroyli tizib, ustini bir qator maylab 20 minutdan yarim soatgacha tindirib olamiz. Tindirib olgan bolkalarimizning yuziga hamda tuxumning oq serig'ini aralashtirib bir qator surib olamiz, paqroq chiroyli chiqish uchun. Buning ustiga bezak uchun azroq qor kunjut, anondan keyin shakar chechib qo'ydim. Tayyor bo'lgan bolkalarimizni oldin qiziq tayyorlab olgan duxovkaga solib 20 minut atrofida pishirib olsak bo'ldi. Duxovkaning gradusini 200 ga tanishtirma do'stlar. Sizlar o'zinglarning duxovkasining ahvoliga qarata tanishsanglar bo'ldi. Qaranglar do'stlar, men pishib chiqqan oldiga sizlarga o'xshagandekmi? Atiganlik nashtalar deysanglarmi va yoki biror yerlarga tovoq qilib olsanglarmi? Mehmon kelganlar